xona 3 xona qilingan remont mebel texnikali uyimiz sotuvga chiqdi. Joylashgan joyini bitta tushuntirib o'tamiz. Afos chorrahasidamiz. To'g'riga Oqtepa Kurg va Haytek masjidga ketiladi. Bu tomonga esa Inyaz va Farxatskiy zapchast bozoriga ketiladi. Dalshi ozgina yursak, Chilonzor metrogacha 10 daqiqalik yo'l. Bu tomonga esa Farxatskiy bozoriga ketiladi. Mana shu yerdan ozgina kirganimizda 4 etajning domi 3-etajda joylashgan uyni ko'rsatamiz. Uyimizni zalidamiz. Hamma mebel texnikasi qilingan. Jigapda like bosib o'tib ketsangiz xursand bo'lamiz. Bu yoqda bizda ota-onalar yotoqxonasi, bu yoqda ham hamma mebel texnikasi qilingan. Bu yoqdan chiqqanimizda podyezddan kirish eshik. Bu yoqda vannamiz joylashgan. Bu yoqda esa alohida sanuzel. Kuxnyaning joyi 3-xona sifatida detskiy qilingan. Kuxnyamiz esa balkonga chiqazilgan. Bu yoqda ham hamma mebel texnikasi qo'yilgan. Vazvijma eshiklar qilingan. Bu uyimizni sizlar uchun $74,500 qilib beramiz. Pastga raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqinglar.